Qo'y burji vakillari, tayyormisiz? 2026-yil siz uchun oddiy yil emas. Karyerada ulkan imkoniyatlar, sevgida haqiqiy ehtiros, moliyada esa mustahkam o'sish sizni kutmoqda. Endi sizga faqat bitta savol qoladi. Jasur bo'lasizmi yoki kuzatuvchi bo'lib qolasizmi? Qo'y burji vakillari uchun 2026-yil har kuni hayrat sovg'a qiladigan yil bo'ladi. Yil ichki portlash bilan boshlanadi. Mars turbo rejimni yoqadi va nihoyat adrenalin sizning foydangizga ishlay boshlaydi. Avval turg'un bo'lib qolgan barcha jarayonlar birdan harakatga keladi. Endi siz ruxsat kutmaysiz. Siz o'zingizga yashil chiroq berasiz. Qo'y burji vakillari, aytganimdek, 2026-yilda siz qahramon emas, balki o'z hayotingiz rejissyori bo'lasiz. Dadil qadam qo'ying, energiyangizni boshqaring va olovni o'chirib qo'ymang. Uni boshqarishni o'rganing. Eng yaxshi vaqtingiz hozir. Shuning uchun harakat qiling, yarating va muvaffaqiyatga erishing. Siz bunga loyiqsiz.